Ma qaymaqlı poşkalning o'xshab ketganiga bir yoqdan salma, bir yoqdan yeb tugaydi. Qaymaqlı poşkal og'zimni tetib qolganlik uchun ataydan pul to'lab o'rgandim. Sizlarga haqsiz o'tib qo'yma. Qaymaqlı poşkalni ayil makka usul bo'yicha bir itib yapaqanlar. Tan pullar aqdagi alomat o'xshaydi kejmi? Cho'qim bir itib sinab yapaqanlar. Aldı bilan o'zimizning ehtiyoji qarta uni ilib, tuzni bayuqning oraliqida qo'yamiz. Bir tal tuxumchaq etib, qiziq qaynoq suv bilan xamir yug'urib olamiz. Diqqat qildigan ishlar qo'lga chaplashqidek mana mushqilalarni bo'sh qilib yug'urib, maylab turib yug'arsanglar qo'linglarga bekni chaplashib qolmaydi. Endi buningga yarim chini xam qaymoq, yarim piyola chuchugan suv may tayyorlab olamiz. Bugun mening ishlatganim Al-Nuri Labrat qo'sh markasidagi Ispaniyadan import qilingan Tunisdan birinchi darajalik zaytun mayi. Zaytun mayi ikki xil chiqadi. Men bugun seriq to'nliqini ishlatdim. Seriq to'nliqini bevosita ishlatishga bo'ldi. Mushunda xamir tamoqlarga, qiymliq tamoqlarga, say salatlarga ham ichishga bo'ldig'ini ham u. Xamirga yaxshi ishlasanglar, buni yeyishning hojati yo'q. Qo'linglar bilan tatib so'zab mushtaqni piziltiblam. Ustiga qaymoq suyib, uningdagi mushtaq piyozlarimizni o'ttirib chechib, ikki yoniga sepmaymiz. Endi buni qo'limizni maylab turib, mushqil shaklda yumaloqlab olsanglar bo'ldi. Agar tavanlar kichikroq bo'lib qolsa, o'ttirdan ikkiga bo'lib turib, mana shunday cho'giltib ustidan azroq besib, tavanning tagini maylab atgandan keyin ustiga qo'yib, mush qo'limiz bilan ching besib, tavuning ustiga tekshi yeyib olamiz. Endi buni bo'sh o'tda asti sag'irib pishib olgandan keyin ustini o'rib pishiramiz. Qaymaqanlar jiqroq bo'lib qolsa, ustiga suv kep turib, mushundaq pishiradigan bo'lsanglar, yumshoq pek-peyz pishirdi kejmi. Haras men ishlatgan zaytun mayini Al-Nuri va Laboratning har qaysi joylardagi maxsus setish do'konlaridan sotib olsanglar bo'ldi. Uydagilarga menda qaymoqli poshkal qilib beradigan bo'lsanglar, sirtlarnikida men bek yeyishlik bo'lib ketadi-ku. Oilda cho'qim bir yetib sinab yiqinglar.